bog'chaga jo'natib yuborasiz, qutuldim, bo'ldi, va bitta nafas olaman, bitta uxlab olaman deysiz. Mana bular qilgan yaxshiligi uchun rahmat, spasiba deyishlari axloqiy sifatlarni shakllanayotganidan darak beradi. O'zi aslida ona qornidan boshlashimiz kerak, lekin yaxshi yomonni, axloqiy tushunchalarni aynan maktabgacha bo'lgan davrda bersak, maktab davrida qiynalmaymiz. Uyga kelsa, ona telefonda, ota telefonda, buvi telefonda, doda telefonda bo'ladigan bo'lsa, ana tarbiya bir joyga kirib ketadi. Haqiqatda qo'pol o'tganda bir joyga kirib ketadi. Keyingi yosh davrimizda bizda 3-7 yoshli, ya'ni maktabgacha yosh davri haqida gaplashamiz. Insonning bog'cha yoshidagi davri shunday bir bosqichki, bu davrda bolalarda xarakter xislatlarining namunalari shakllanib, axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Leskov aytib o'tadi. Mana bular qilgan yaxshiligi uchun rahmat, spasiba deyishlari axloqiy sifatlarni shakllanayotganidan darak beradi. Demak, biz bolalardagi ruhiy holatda ularga tarbiya berishimizni o'zi aslida ona qornidan boshlashimiz kerak, lekin yaxshi yomonni, axloqiy tushunchalarni aynan maktabgacha bo'lgan davrda bersak, maktab davrida qiynalmaymiz. Chunki bolalarni eng energichniy payti mana shu maktabgacha bo'lgan davr hisoblanadi. Bog'chaga jo'natib yuborasiz, qutuldim, bo'ldi, va bitta nafas olaman, bitta uxlab olaman deysiz. Lekin aslida mana shu bog'cha payti bolalar eng yaxshi ilib oladigan payti bo'ladi. Lekin to'g'ri ham qilasiz. Bog'chada ancha mashg'ulotlar bilan ancha tarbiyani ham o'rgatib qo'yishadi. Lekin davomiga uyda ham davom etish kerak. Agar u bog'chaga borib tarbiya olib, mashg'ulotlardan nimadir o'rganib kelsa, uyga kelsa, ona telefonda, ota telefonda, buvi telefonda, doda telefonda bo'ladigan bo'lsa, ana tarbiya bir joyga kirib ketadi. Haqiqatda qo'pol o'tganda bir joyga kirib ketadi. O'shaning uchun biz bog'chada tarbiya o'rganib kelyaptim. Nimani o'rganding? Suvni tejash haqida o'rgandingmi? Qani nima bo'lar ekan? Mana qara, bizdan vodoprovoddan suv oqib turibdi. Endi amaliy nimada? Agar biz suvni tejasak nima bo'ladi? Suvni tejamasak nima bo'ladi? Ya'ni mashg'ulotni davom ettirish kerak o'zi. Yoki aksariyat ota-onalar bu narsani qilmaydi. Bog'chaga borib keldingmi? Yana boshlandi. Hali seni cho'miltirishim kerak, hali kiyiming kirib bo'pti. Men eningga ham bunaqa to'kding. Shu kiyimingga ham yozasanmi? Zo'rg'a ketkizuvdim. Insofing bormi sen? Xullas.